Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videomiz Urganch shahrining markazida ajoyib ishdan qurilgan binomizda 3-qavatida 2 xonali kvartiramiz sotuvga chiqdi. Jihozlar bilan desam bo'ladi, hurmatli obunachilar. Bu tomonga Sahrboynsani yetadigan yo'li ham tomojni Oblastin vodokanaga yetadigan yo'limiz ina ko'rsataman. Bu tomonga Vodnika eski energetika ketadigan yo'l. Bu tomonimiz yo'limizga kelsak, Gökchalakning yo'li, hurmatli obunachilar, shu o'nga qaylansiz Shavatlı boyunda joylashgan domda chiqibdi ekan. Narxam hisobiga mulk egasi bilan bemalol bo'lsa, Bunyod Gambur bu tomonda Cho'ponchi kafemiz joylashgan ekan. Biz ishchi muhitini kuzatib o'tsak, yana domimizda oldi ko'rinishini ahamiyat bersak, Karish dom 3-qavatda joylashgan, 1-2-3 pod'ezd ekan. Berimizda bolalar o'yingohlari, bog'chasi shu yerda joylashgan ekan. Chiroyli muhit, parkovkalar ham bemalol sig'adi, daraxtning tenini yozgini muzim o'ta qishni kunimiz salqiroq. Pod'ezimiz joylashgan ekan. Inshaalloh bilan tushuntirib o'tsak, aziz obunachilar, bu tomon Shavat lezzatib soat chevarasida yozdigini ketdik edi. Hurmatli mijozlar, kvartalni to'liq tushuntirib o'tsak, ko'rishlar mumkin. Gloniy ishlarimiz o'zgargan, xullas ajoyib fayzi joy ekan. Bismillahirrohmanirrohim deb obzor etsak, 4 qavatli binomizda 3-qavatida joylashgan ekan. G'ishtom oyoq tilamiz e'tibor bersak, shu vaqtda paytida trend parket pol desak ham, xonamiz alohida joylashgan ekan. Birimiz mehmonxonamiz, bu tomonda yana bir xonamiz, osti bir oshxonamizda 6 metrlik balkonlar ko'chirilgan ekan, hurmatli yurtdoshlar. 7 oboy berimizda gaz hisoblagichlarimiz bu yerga qo'yilib o'tilgan, elektron variant patologimizga kelsak, oq svet noturlar tanlangan. Eshiklarimiz shu har doimgidek MDF eshiklarimiz. Yana mehmonxonamiz ham oboy bo'lgan ekan. Tak, xonadon ham azizatib yashidi. Karish dom, panel domga nisbatan berimiz ajoyib. Yana bir o'zgarligi bor. Nari tomonda karshga piyoz qo'ymoqqa balkoni bor ekan. Mo'ykasi berimiz yana gaz plita ham mos bo'lib yutilgan ekan. Bu tomon oynalar o'zgarmagan. Oshxonadagi ko'pinchalik ko'p odam o'zgartirmaydi. Nechandanda gaz, is gazidan straxovka qilish uchun. Berimiz yana yotoqxonasi. Shavatni bo'yina ko'rishlar mumkin. Hammamiz bilamiz, Bunyod Gamburgning Glaniy filoni to'g'risidagi dom. Berimiz akvarium ramlardan qo'yilgan, podogoniyalarimiz kraskalangan oboy. Hojatxona, yuvinish-xona alohida joylashgan ekan. Berimizning yuvinish-xona, rakoynasi va vannamiz, oyoqlarimiz kafilbon, patoloqodam kafilbon ekan. Yana patoloqlarimiz plastik. Xullas, dum fayzi. Hojatxonamizda issiq sovuq qoplagichlari shu yerda joylashgan ekan. Narx-navosi necha so'm desangsa, narx-navosi 340 million so'm baholadik. Telefonlar eslatama, mulk egasi bilan bemalol bog'lansa 90lik 437 75 55 bilan bog'lanarsa. Lokatsiyada Bunyod Gambur desak ham bo'ladi. 5 ko'pri Shavatni bo'yi zo'r to'chada joylashgan. Esa hurmatli obunachilar, sog'lik tomonida ko'rishguncha sog' bo'linglar.